Qanday tugma yordamida taqdimotni ishga tushirish mumkin? Taqdimotni ishga tushirish uchun birinchi navbatda bizda eng oson usuli bu F5 tugmasi. Klaviaturadan F5 tugmasini bossangiz, taqdimot boshidan boshlab ishga tushadi. Bu narsa sizga eng tez va eng qulay yo'l. Shift plus 5 tugmasi. Agar siz turgan slayddan boshlab taqdimotni ishga tushirmoqchi bo'lsangiz, Shift plus F5 tugmasini bosishingiz yetarli. Undan tashqari, bizda eng so'nggi va eng yaxshi usul bu menu bar orqali, ya'ni slideshow menu bar orqali biz slaydimizni ko'rsatishimiz mumkin. Bu qanday qilinadi? Yuqoridagi menyudan slideshow bo'limi tanlanadi va bu yerda from beginning, ya'ni boshidan yoki from current slide, hozirgi turgan slayddan boshlash tugmasini tanlashingiz kerak. Xulosa, F5 tugmasi taqdimotni boshidan boshlashga yordam beradi. Shift plus F5 bo'lsa, hozirgi turgan, ya'ni siz tanlagan slaydingizdan boshlab ishga tushadi.